Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sizlarning havolangizga Said Ahmad hayoti va ijodi. Said Ahmad 1920-yil 10-iyunda Toshkent shahri Samarqand Darvoza mahallasida o'z davrining obro'li insonlaridan bo'lgan Husanxo'ja Dadaxo'jayev oilasida dunyoga kelgan. Yosh Said Ahmad o'zini turli sohalarda rassomchilik, artistlik, fotograflik, qurilish va hatto doktorlikda ham sinab ko'rdi, biroq adabiyotni tanlaydi. 1941-yilda Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini tamomlaydi va Mushtum jurnalida ishlay boshlaydi. Keyinchalik Qizil O'zbekiston, Sharq yulduzi kabi gazeta va jurnallarda turli lavozimlarda mehnat qiladi. 1940-yilda birinchi mualliflik hikoyalar to'plami Tortiq nomi bilan mashhur etiladi. Uning Chol burguti, Loshin, Bo'ston, To'yboshi, Odam bo'ri kabi hikoyalari o'zbek adabiyotida yangilik ruhini olib kirgan. Adib haqchi yozuvchi sifatida bir qator hikoyalar yozdi va shu bilan o'zbek radio va televideniyasida miniatyura teatriga asos soldi. Xandon pista, bir o'pichning bahosi, Xonka va Tanka hikoyalari shular jumlasidandir. Adibning Azroil o'tgan yo'llarda, borsa kelmas darvozasi, Azob kabi hikoyalari qamoqxonada o'tgan yillar asosida yaratilgan. Yozuvchining Yo'qotganlarim va topganlarim xotiralari o'zbek adabiyoti uchun qimmatli asar hisoblanadi. Kitobda bir qator yozuvchi va shoirlarning shaxsiy va ijodiga chizgilar bitilgan. Jumladan yozuvchi asarda G'ofur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda, Turob To'la, Saida Zununova haqida xotiralari bilan bo'lishsa, Asqar Muxtor, Odil Yoqubov, Xudoyberdi To'xtaboyev, Anvar Obidjon, O'tkir Hoshimov, Aminov singari o'zbek adabiyoti yorqin adiblarining hayoti va ijodidan qiziqarli namunalarni so'zlab beradi. Said Ahmadning ko'pgina asarlari qardosh va xorijiy tillarga tarjima qilingan. Buyuk adib 2007-yil 5-dekabr kuni 87 yoshida olamdan o'tdi, ammo uning boy ijodiy merosi qalblarga singgan asarlar va milliy adabiyotga qo'shgan ulkan hissasi bardavomdir.